Xalq ishonchi yuksak ne'mat. Bu ishonchni oqlash esa katta mas'uliyatdir. Kosonsoy tumani 12-Buloqboshi saylov okrugidan Xalq demokratik partiyasi nomidan xalq deputatlari tuman kengashiga saylangan deputat Isaqov Dilshod Abduvahobovich ana shunday mas'uliyatni chuqur anglagan inson. U nega aynan Xalq demokratik partiyasini tanladi? Chunki Xalq demokratik partiyasi oddiy inson taqdiriga befarq bo'lmaganlar yo'li. Bu adolatga ishonganlar, tenglikni qadrlaganlar, inson qadrini ulug'laganlar yo'li. Partiyaning ustav va dasturlarida belgilangan vazifalar ijtimoiy himoya, hayot sifatini oshirish, adolatni qaror toptirish. Bu g'oyalar uning qalbidagi e'tiqod bilan uyg'un. Xalq demokratik partiyasi ijtimoiy adolat va tenglik tarafdori. Deputatlik so'rovi bu shunchaki hujjat emas. Bu xalq dardining amaliy ifodasidir. Yo'llar, ichimlik suvi, ta'lim va boshqa masalalar yuzasidan amaliy ishlar olib borilmoqda. Har bir murojaat e'tibordan chetda qolmaydi. Har bir masala yechim topishi uchun harakat qilinadi. Amaliy natijalar xalq ishonchiga berilgan eng munosib javobdir. Men Kosonsoy tuman Chak mahalla fuqarolar yig'ini raisi Isoqov Qobiljon bo'laman. Mana shu mahallamizdan o'tgan katta soyi ko'prigini chekka bordyurlari buzilib ketgandi. Katta bir necha tashkilotlarga murojaat qildik, natija bo'lmadi. Oxiri shu mahallamizdan saylangan deputat Isoqov Dilshod akaga murojaat qilganimizda murojaatimiz hal bo'lib, mana chekkalari bordyurlar bitdi. Bolalar maktabdan o'tayotganda xotirjam o'tadi endi. Haqiqiy deputat doimiy ravishda o'z ustida ishlaydi, bilim va tajribasini oshirib boradi. Isaqov Dilshod Abduvahobovich kitob mutolaasiga alohida e'tibor qaratadi. Chunki kitob tafakkurni boyitadi, qarashlarni kengaytiradi va to'g'ri qaror qabul qilishga yordam beradi. U yoshlar orasida ham kitobxonlikni targ'ib etadi. Uchrashuvlar, ma'naviy tadbirlar orqali yosh avlodni bilimga chorlaydi. Zero bilimli yoshlar mamlakat kelajagining mustahkam poydevoridir. Kosonsoy tumani 12-Buloqboshi saylov okrugidan Xalq demokratik partiyasi nomidan saylangan deputat Isaqov Dilshod Abduvahobovich tomonidan xalq deputatlari tuman kengashi sessiyalarida aholini qiynab kelayotgan muammolar, partiyaning 15 qadam loyihasiga oid turli taklif va tashabbuslar ilgari surib kelinmoqda. Xalq ishonchi bu katta mas'uliyat. Bu ishonchni sadoqat bilan, bilim bilan, amaliy ishlar bilan oqlayotgan inson Isaqov Dilshod Abduvahobovich xalq bilan doim birga.